parallelogram berilyapti. O'sha parallelogramda deyapti, nima degan? ABC parallelogram, Y parallel, ustida ikkita nuqta. Mana shu parallelogramda EF deyapti. Mana bunga parallel, ya'ni parallelogram ikkita tomoniga parallel degan. Endi parallelogramning yuzasi berilgan, shtrixlangan soha yuzini toping deyapti. Mana bu yuzani addini, bu yuzani addini topsa bo'ladi. Shu ayirtaylasangiz ham bo'ladi. Endi qarangizlar. EF shu ustidagi bitta parallel to'g'ri chiziq deyapti. Endi o'sha narsani qarangizlar. Mana shu o'zida ishlab ko'rsatay. Hozirda onlayn kurslarimizga to'liq qabul jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa, yangi yildan keyin 4-5-yanvardan to'liq formatda ish faoliyatini boshlaymiz. Ya'ni darslarimiz boshlanadi. Kimlarga onlayn kurslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda bitta admin qoldiramiz, nomerlarni, ma'lumotlarni qoldiramiz. Adminlaringizga chiqasizda, siz kursimiz haqida to'liq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Bitta bunday parallelogram chizamiz. Mana. Mana bu yerdan bitta olaman. EF. Endi T bilan P nuqtani EF ning ustidan olingan bitta nuqta deyapti-da, bittadan nuqta deyapti. Aynan qayerdaligini aytmayaptimi? Men masalan Samarqanddan Toshkentga keldim. Samandar aytdi, ustoz dedi, kelishingizda yo'lda to'xtangda bir banka asal olib keling dedi. To'g'rimi? Yo'lda to'xtab bir banka asal olib keling desa, aynan qayerdaligini aytgan yo'q-ku, to'g'rimi? Aynan qayerdaligini aytmagan bo'lsa, men xohlagan joyimdan olaman. Xohlasam Jizzaxdan olaman, xohlasam Sirdaryodan, xohlasam o'sha uydan chiqqan vaqtda uydan olaman yoki mana shu yerga kelib Toshkentning o'zidan Samandar bilan ko'rishgan joyimdan olishim mumkin. U meni tanlovimga bog'liq. Shuning uchun bizlarga imkoniyat beryapti. Mana P va T nuqtani ustidan olsam bo'ldi. Tasavvur qiling, Toshkentdan Samarqandga keldik. Shu qayerdandir olsam bo'ldi. Men ikkalasini bitta nuqtadan olaman. Masalan, mana bu yerdan. Mana oldim, buni ham oldim. P bilan T mana. To'g'rimi? Bizlar mana shu yuzalarni topishimiz kerak. To'g'rimi, yo'qmi? Endi yana ham qisqaroq qilsam, yana bitta chizaman. Bitta diagonallarni kesishtiraman-da. Mana shu yerdan bitta EF chiziqni o'tkazaman. Chunki EF chiziqni ham qayerdan olinganini aytmaganda, o'rtada olsam bo'laveradi. O'rta chiziq sifatida, ya'ni bu bilan buni teng desam, endi bizlar bilamizki, parallelogramning diagonallari kesishdan yuza teng to'rtga bo'linadimi? Teng to'rtga bo'linsa, shu yerdan ikkitasining yuzini so'rayapti ekan. Olib shu yuzamiz 48 mi? Yarmi nechi bo'ladi? 24 ta. Bo'ldi, mana osongina hal qilsak bo'ladi. Mana bu yoqda ishlab ko'rsatib qo'yganmiz. Mana qarangizlar. Mana bitta nuqtaga olib kelib, bu yerdan bu yergacha H1, bu yerdan bu yergacha H2 deb ikkalasining yig'indisi H ni berishini ko'rsatyapmiz-da, yuzani topib qo'yapmiz. Osongina yechim qilsak bo'ladi bu narsaga.